Hammanglarni bayraminglar bilan tabriklayman. Bugungi videoda shart bajarib sovg'a yutib olish imkoniyati bo'ladi, lekin sovg'a yutib olish oson emas. Sababi shartlarni o'zim tuzib chiqqanman. Mana sovg'alar tayyor, ko'rsanglar bo'ladi. Video boshlanishidan oldin like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, hozir bitta odamni topamizda, nerealniy shartni bajartiramiz. Agar bajara olsa oladi, bajara olmasa ko'tiga. Bizani birinchi shartva Balu, Baxga Balu. Xo'sh, meni taqib qo'yaman senga, hop. Cho'cha qo'lingni. Hop, Balu, senga hozir bitta nerealniy shart beraman. Prosta mana shunda jim turib bersang bo'ldi. Davay. 1 minut. Shunaqa lo'qki beradi deb o'ylading-da? Boqim sentergacha ko'rik qilishing kerak bo'ladi. O'shanda xohlagan narsangni tanlab olasan. Bo'ladimi? Yo'q. Menda shart bor. Havoda o'ynaymiz. Bitta kasani, ikkita kasani deymiz. Yutqizgan bola biz olmaydi. Prosta assalomu alaykum degan sovg'a beraveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uying naryoqda, ukam, ketur. Mana shu bratishka bor, mana bratishka. 3 marta aldiydi, yo'q, 3 marta aldiydi. 3 martadan hatto 1 marta olib qo'ysang, priz beradi. Davay. Chi bola aldab o'tish kerakmi bu? Men bola. Ya, sen aldab o'tishing kerak, to'g'rimi? Martarmi? Bilmayman kim. Bo'ldi, aldab o'ta olmasa hozir necha marta? 3 martami? 3 marta aldab o'ta olmasa baliq sovg'a yuta olmaydi. Birinchisi boshlandi mana. Birinchi imkoniyat Balu, davay. Mana shu o'zni olib qo'ygin. Davay, Balu, bos, talash. Bor, tashla. Ketdi, davay Balu. Bor, patkat. Bor. Voy, suv. O'zim chichordim. Hozir o'tib ketdimi o'shani? Ha, o'tib ketdi. Hisoblanadimi? Oxirgi imkoniyat Balu, patkatda tasha. Yomnaqasiga. O'ldir, o'rmandaqasiga. O'z zo'rg'a yuribman. Davay Balu. Davay o'ldirish kerak. Davay. Hay. Oy tashadi, bir uyga borib choy poylar ichib tekin keldi-da. Sen mazin bo'lmayapti-da, ozgina ro'zada sal qiyin-da, to'g'rimi? Mayli. Senga sovg'am bor, beraman mayli, ukam. Ozgina ichasan-da, og'iz ochib o'zingga olasan, 5 tasha. Rahmat. Baluga respekt deb yozib qoldiringlar, bu o'zi varatar-da. Respekt Balu, addushi harakat qilib bundan ham zo'r bo'ladi deb kommentariyada qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, Balu xudo xolasa o'zini ustida ishlab zo'r bola bo'lib ketadi. Bolalar hozir Balu yutqizib qo'ygan bo'lsa ham ozgina uni xursand qilib qo'yamiz, a. Balu, mana, ko'jonim. Og'iz ochganda hozir tagoyloq kiyib olasan, mana. Rahmat aka. Joning sog' bo'lsang, kerakligi to'xtab qoldi. Hali bundan ham zo'r bo'lib ketasan. Kommentariyada kimdir negativ yozsa, demak ular senga ishonmayotgan bo'ladi. Sen ularga ham ishonib qo'yavera qo'yasiz. Bizning ikkinchi shertamiz mana shu bola. Isming nima? Damir. Ha. O'zbekcha bilasan? Ozgina. Bowlingga qo'yamiz, sen urishing kerak bo'ladi. Hammasini tushursang, sovg'a yutib olasan. Hop. Go'mi? Hop. Go. Go. Hozir 3 ta imkoniyat beriladi. Yes, of course. Damir agar tushiradigan bo'lsa, bittadan bitta tushiradigan bo'lsa, kommentariyada Damir respekt, mushik deb yozib qoldirasizlar. Иди сюда! Bu jigarlarni chaqirib o'ta shikal bo'ladi hozir. Просто на поддержку. Я боюсь просто. Поддержкаga, короче, cho'chiyapti. Быстрей! Hayajon. Быстрей! Право налево. И ты находишься дома. Я на видео Давай, группа поддержки. Давай. Birinchi imkoniyat tugadi, endi ikkinchi imkoniyat. Damir, davay. Damir. Voy, bitta qoldi. Uchinchi imkoniyat, davay. Последний. Da, oxirgisi. Davay, Damir, davay. Voy! Эта штука. Voy. Bolalar ko'rdinglar, 3-imkoniyatdan foydalanib ketdi. Mana emotsiyani ko'rdinglar. Lamin Yamal. Abbosbek Fayzullayev. Sayfullayev. Endi hozir mana Damir yutib olganing uchun sovg'a beramiz. Mana Damir. Спасибо. Вот. Вот такой лёгкий. Спасибо. Bemalol perikus qilib. Charchamanglar, joninglar sog' bo'lsin. Damir Fayzullayev. Sayfullayev. Abduqodir Husanov. Joninglar sog' bo'lsin. Bolalar mana bizning 3-jertvamiz. Ukajonim, isming nima? Behruz. Nima shart bajarish qo'lingdan keladi? Qani ko'rdim, aldab o'tding, yiqitib, tiqitib. Nima qila olasan? Ha, o'zing eng zo'r biladigan narsangni ana o'shani bermayman men. Перекладина. O'shani qilmaymiz. To'xta. Перекладина qilamiz. Nechtadan nechta teg'iz olasan? Ketma-ket. Menda bor, bitta bola ketma-ket 2 marta teg'izgan. 5 tadan 3 ta. 5 tadan 3 ta, 5 ta qo'yib qo'yamiz, qopdi. 3 tasi tegadi. Tegmasa yutqizasan. Bo'ldi, davay. Bolalar kommentariyada yozib qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar? 5 tadan 3 ta.
jinnili-yu teg'iz olmaydi menimcha. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Men realni o'ylayapman, teg'iz olmaydi. Sizlar yaxki ukam, yaxki. Eshitdingmi hozir mana? Randomniy odamsan. Mana ko'rsatgan oldimizda odam ko'r. Randomniy odam mana ke. Nima deb o'ylaysan? 5 tadan shu teg'iz olaydi. Qiyin-a? Yaxki san. Nima deb o'ylaysan? 5 tadan shu teg'izdan qiyin-a? Qiyin. Karillarda. Yaxki san ukam mana yoshlarni ham eshitamiz deymiz, yoshlarni ham eshitamiz. Nima deb o'ylaysan? Teg'iz olaydi? Unaqa qilish qiyin. Qiyin, 5 tadan shu qiyin-a? Bo'ldi. Shuning uchun sizlar ham o'zingizlar fikringlarni yozib qoldiringlar. Menimcha men ham teg'iz olmaydi deb o'ylayapman. Mana Behruzni Radnoy ukasi qiyin-a? Qiyin bo'ladi. Nechta kamida teg'iz olaydi? Bitta. Bitta, 5 dan bitta. Ha, bitta. Shu men ham 5 dan bitta teg'izganman unda cheg'ishda. Ha. Sizga o'xshab bitta. 5 tadan bitta ham teg'iz olmasa nima qilamiz? Jo'pa. Bo'ldi, shoppa, bo'ldi. O'zing qilasan shoppa, bo'ldi. Koptok bilan emas, oyog'ing bilan. Bo'ldi. Behruz, tayyormisan ukam? Davay, hech kim ishonmadi. Mana shu turgan absolutni hech kim ishonmayapti. Obratnisini ko'rsatib qo'yish kerak, davay. Oy. To'xta, shoshma, spakro o'yna, shoshma. Bitta teg'izding. Shoshma. Ay, shoshma, ko'rding uje oyoq qaltiryapti uje. Ya shoshma. To'xta, endi to'xta. Mana endi bu yog'i jackpot bu yog'i. Hozir ikkitadan ikkita tegish kerakmi? Ikkita qoldi. Ikkitadan ikkita tegish kerak yutishi uchun. O'zi uchun, to'g'rimi? Xalq uchun. Atak xalq yutqizasan deydi. Tegdi bolalar. Mana mana shu ko'pchilik eshitdi, ovoz chiqdi. Odam emas bu bola, hozir ko'ramiz endi. Nima deb o'ylaysiz? Bolalar mana hamma turib tushdi-da, tegadimi, tegmaydimi? Tegadi. Hozir tegmaydi dotuvdi, shunchasi qani? To'xta, nafas ol, chuqur. Bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Bolalar agar teg'izsa, kommentariyada Behruz mujik gap yo'q deb yozib qoldiringlar. Respekt. 5 tadan 3 ta teg'izish. Kelinglar, tepib ko'ringlar, bitta ham teg'iz olmaysizlar. Ha, shoshmasdan. Voy, bilasan. Qapto puchaganligini bas. Mayli, ber yerim ber. Mana xalq ko'rib turibdi, mana tanish bilishi yo'q, davay. Qopto yaxshi. Alloh. Vaqtida bahona qilyapti, o'zbekda. Ya, bahona emas. Bahona-ku bu. Ya, bahona. Davay. Tegdi. Avra. Bolalar teg'izdi, gap yo'q. No, yog'ini ozgina tanish bilish qilib No, oson emas, ko'rdinglar, ozgina qopto yumshoq ekan, shuning uchun shunaqa bo'ldi. Shuning uchun shans berdik, gap yo'q Behruz. Aytgan ishini qildi. Kommentariyada respekt deb yozib qoldiringlar, gap yo'q. Oson emas. Tepib ko'ringlar xohlasanglar, to'g'rimi bolalar? Yo, osonmi ishlanga teg'izish? Mana qulupni. Qoni sog' bo'lsin. Eng kerakligi har doim shu sport ichida yur, kerak emas, chapga o'ngga chalg'ima. O'shanda xudo xolis hayoting zo'r bo'ladi. Bolalar o'sha shunaqa podpishka qo'yman. Qani yoqib berchi YouTube'ga podpis tashlaganmisan, yo'qsa ham bunday olib yozib. Behruz gap yo'q. Eng kerakligi sportga qiziqyapti, boshqa narsalarga qiziqmayapti. Shuning uchun respekt deb yozib qoldiring. Instagramga chiqadi, video qo'yaman. Davay. Oo, ana, nimangizga qiziqadi? Hintlaringizga ish qilib? Hintlarimga Instagramga kirib ko'rsang, polni atmetga qilyapti. Yo, makovoy, zadniy, badniylargami? Endi bilmadim, zadniga sizlar qiziqasizlar-ku. Kim qiziqadi? Aka, sizga eng qiyin shartni beramiz. Hop, shu 9-chi kerak-da. Hali uylanmaganman. Uylanmaysiz kechdi. Qayerdadir meni xotinim kutyapti. Zo'r shart beraman, qarang. Bolalar sizni fintingizni ko'rib, gap yo'q, fara mujik deyorsin, tushundingizmi kommentariyada? Bolalar kamera, eshiting, siz fint qilasiz. Nerealni fint qilasiz. Bolalar aytadi kommentariyada, faraka zo'r qildi, sovg'a bering deydi. Men sizga addushibni zo'r sovg'a beraman. Bitta qog'oz beraman. Agar bolalarni qilib zo'r deb kommentariyada ber o'shani desa, tushundingizmi? Lekin uning uchun siz bolalarni bichitish qilib kommentariyada yozish. Hamma filmni ko'rgan-ku. Hamma filmni ko'rganmisanmi? Yo'q, bularni emas. Muxlislarni ko'rib turib kommentariyada yozishadi, "Faraga ber" yoki "Bo'lmadi, Fara chiqoq ekan. Bunaqa fint qilgandan ko'ra uyda o'tirgan yaxshi" desa, bermayman. Bitta. Shuning uchun nima qilamiz? Zo'r fint ko'rsatasiz, kommentariyaga yozishadi. Agar aytganimdek zo'r bo'lsangiz, bitta qog'oz fint ko'rsataman, zo'r. Ha. Bo'ldi, shu stoy. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deysizlar. Jigarlar agar shu fintlar yo'qsa, qo'llab-quvvatlaysizlar, menga bitta kal berar ekan. Kalni biz o'rtada kelishib olamiz menga. O'sha qog'ozda? Qog'oz. Shtir.
Ishtir, naqd. Pul. Naqd. Neni? Naqd. Ketdim men. Yo'q. Qarishma, qarish. Yo'qsa pul beringlar, yo'qmasa bermayman. Bo'ladimi? Yo, ayting-da siz, balki muxlislaringiz kuchlidir, sizni qo'llab-quvvatlaydi. Bo'lla, bizgalar shuni yozib olgan. Qara, zaslujilni yozinglar. Zaslujil qilgan bo'lsam pul berar ekan, bo'lmasam yo'q. Nima deydi? Baraka zaslujist qilmadi dotdi. Shunaqami? Baraka legenda dedi. O'g'i? Bolalar Farakani fintini ko'rdinglar, biz hech qanaqa boshqatdan qilib ko'r, повтор qilib ko'rmadik. Bittada qilindi hammasi. Shuning uchun kommentariyada yozinglar. Faraka dastoyni qildimi yoki berma degan gap bo'ladimi? Shuning uchun kommentariyada yozinglar, ber yoki berma. Fara mujik yoki mujik emas. Neymar. Oh, Bolanimi? Neymar. bolalar bizani 5-jertvalarimiz mana shular. Hozir sharti oddiy. Mana bu center mana liniyadan ko'ryaptimi? Liniyadan joylab turinglar, jonlarim. Liniyadan mana 16 ni liniyasigacha kurok qilib kim birinchi kelsa, ana o'sha sovg'ani yutib oladi. 1 2 3 ketdi, davay. Men hozir ko'rdim. Yo, bu bir kirdi. Yo, bu bir kirdi. Vo? Yo, bu bir kirdi. Yo, bu bir kirdi. Hozir shuni tekshiramiz vardan. Hozir Faraka bitta narsani ko'rib qoptilar. Faraka nima dedingiz? Mana bolalar bir qadam, ikki qadam qildi o'rtada. Ha, yugurib oldi bitta. O'zi Demak, 2 kilo bitta kirdi. ikkala o'lchak, o'lchashi santimetrda, uni o'lchashimiz uchun biz Qadam qilmasa bu birinchi kirdi. da unda qadam qilganligi uchun bu 1, bu 2, bu 3 deb hisoblaymiz. Shunda hammasi chestni bo'ladi. Mana bu senga ukajon, joning sog' bo'lsin. Mana joning sog', charchamanglar. Videoni mana tugatdik. Maqsadimiz bolalarni ozgina bo'lsa ham sportga qiziqtirish bo'ldi. To'g'rimi, Faraka? Конечно. Hamma mana meni ko'rib ketdim. Xullas bolalar, sizlar maksimal darajada like bosinglar, kommentariy yozinglar. Keyingi video nima bo'lishini men bilaman. Keyingi videomiz to'g'risi to'qqa chiqqan videomiz bo'ladi. U yerda qanaqa yomon narsalar bo'lgan bo'lsa, hammasini qo'yadi. Shuning uchun shundoq tushinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, xudo xohlasa tez kunda yangi video chiqadi. Agar shu video 5000 like dan ko'p yig'sa, video kesilmasdan qo'yasan narsalar. Ana joylarni ham qo'yaman. Ha, qo'yasan. Ana joy. Unda bolalar 5000 ta like yig'may qo'yavera qolinglar. Joninglar sog' bo'lsin, keyingi videoda ko'rishguncha.